Qadrli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa skuter zapchasi qidirib yurganlar uchun skuter benzinlik 3 oyoqli elektronik murabbiya deysizlar, motor deysizlar, xullas hammasiga zapchaslarimiz bor. Xudo xolasa videoga like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysanglar, bundan keyingi keladigan zapchas yangiliklardan ham xabardor bo'lib turasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor. Kimga qanaqa zapchas kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar, do'stlar. Xo'p, asosiy hozir kelgan yangiliklarimizda mana ko'rib turibsizlar, o'sha Redline, harbiy, Dugale skuterlar uchun plastmassa korpus qismlaridan ham kelgan. Bundan tashqari hozirgi kunda ko'pchilik qidirayotgan 90-90-12 Redline arqa motorlarimiz bo'ladi. Buni ham ikki xil varianti bo'ladi. Jitkislik varianti, tros, ya'ni kalotkali varianti bo'ladi. O'zingizlarda motorlarga ko'p hollarda 72 ga 240 volt deb yozib qo'yadi. O'shalarga 1 ga 1 zakonli tushadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldirib qo'yamiz. O'sha nomerga Telegramdan aloqaga chiqib, Telegramdan iloji boricha so'ragan zapchaslarni rasmga olib, tashlab, keyin telefon qilsanglar, aka Telegramga qarab oling deb, xudo xolasa chiroyli qilib, narxlarni kelishtirib, dastavka qilib chiqarib yuboramiz. O'sha Redline skuterlarda mana jabra qismlari, buni biladi o'z ko'pchilik. Yonbosh korpuslari mana sidina tagidagi korpuslari, oldi fara korpusi. Mana shu Redline skuterda shu yonbosh, ya'ni balonni yonboshda turadigan qismlari o'ng tomon, chap tomon bo'ladi bu ham. Ulardan ham kelgan, xudo xolasa. 3 oyoqli elektronik murabbiylarda farasini oldida korpusi bo'ladi. Bundan ham xudo xolasa antenni sotuvimizga keldi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Redline skuterda pol qismi bo'ladi bu. Bunisi oldini yonbosh korpuslari bo'ladi. Qilich deyiladi bunisi. Xo'p, oldi fara, arqa farasigacha olib kelib qo'yganmiz. Arqa kirili qanoti mana. Keyin Tesla skuterlarda mana oldi korpuslari, mana arqasi. Uni oldi farasini shishasi ham bor. Arqa faralari ham bor, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa dastavkalar qilib beramiz. Hop, keyin harbiy vayenniy skuterlarda oldi vilkalari mana xohlovchilarga ko'p hollarda o'zi asosiy mana bu joyi shu ozma-oz qiyshayib bo'ladi, avariya bilan boshqasi bilanmi. Mana shuni o'zini qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xohlovchilarga bu qismini o'zi yo bo'lmasa amortizatorni o'zi отдельный sotuvda bor. Bundan tashqari boshqa skuterlar uchun ham oldi vilkalar bor. Harbiy skuterlarda oldi korpuslari bulardan ham xudo xolasa bor. Hop, yana o'sha harbiy skuterda arqa kirilo qanotlari, pol qismi mana bunda ham tagi bor, pol qismi usti bor mana ko'rib turibsizlar. O'sha harbiyda arqa balonda oldida turadigan o'ng tomon, chap tomon korpus qismlari mana Redline deb bu ham mana arqa kirilo qanotlar, bezli tank skuterdan barcha korpusi bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Bezli tank skuterda o'sha pol qismi mana bu qismidan ham bor. Bundan tashqari skuterlar uchun 3 oyoqli elektronik murabbiyalar uchun ham hamma motorlardan bor. Oddiy 2 oyoqli skuterlarda ham hamma motoridan bor. 16, 14, 12, 10 ular hammasidan bor. Velo skuterlar uchun ham bor motorlarimiz. Oldi arqa krilolar mana qanotlar. Bulardan ham har xil turidan bor. Ko'rib turibsizlar. Bezelli deysizlarmi do'stlar, elektronik deysizlarmi, xullas oldi ulardan ham oldi arqa diski hammasidan bor. Mana hattoki Redline disklarigacha bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa. Elektronik skuter yo bo'lmasa 3 oyoqlik murabbiy motorlarni akkumulyatorlardan ham olib kelib qo'yganmiz. Hattoki litiumlik akkumulyatorlardan ham bor. 20 amperli deysizlarmi, buni ham har xil amperlilardan bor. Xudo xolasa do'stlar, kimga qanaqa zapchas kerak bo'lsa, iloji boricha Telegramdan yozib, Telegramdan yo bo'lmasa WhatsApp ham bor. Mana shu nomerlarda bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab kelishgan holatda pulli bo'ladi.